Assalomu alaykum. Begimiz 4 yil hamımız kuzatuvchi do'stlar. Mana bugun 18-iyul. Tarvuz bizning sharoitda mana 4 yil Qoraqalpoq sharoitida kamdan kam holda bu vaqtda tarvuz yetishib sotiladi. Lekin bu tarvuzni sotilib yetishib turgan sababi begomizda pishgan tarvuz, begomiz tashalgan teyini har habbaning teyini mana tarvuzlari kattaligi hali begomizda pishgan tarvuzlar bular. Mana o'sha poliyat birinchi terim bo'ldi o'sha. Ana 6-4 talar begomizda pishgan messi tarvuz. Dori farg'i pishmagan. Vallahi içini ağrıtmaydı. Ha. Poliyamiz. Tarvuza qarang, tarvuza baqa bering. Mana. Her bir tarvuz 8 kilo, 9 kilo, en kattasi 10 kilo, en kichkinasi 5 kilo kelib turibdi tarvuzlar.